Xayrli kech, yana bir marta charchamadinglarmi, kuningiz yaxshi o'tyaptimi qizlar? Menda endi pozdniy bo'lsa ham ujinga harakat. O'zim bir bugun ovqat qilgim keldi, jonga tegdi bor ko'chani ovqati, fast foodlar. Xullas, oylikga rosa qiziqibsizlar, qizlar, qayerda shunaqa oylik deb bilasizlar, qatrasmani yonida turibdi. Alhadaya ishni boshlagandim qizlar. Alhadaya 1 oy bo'ldi kirib kelganiga, ya'ni ofitsialniy bo'lib, lekin uje qizlar 100 tadan ortiq qizlar tez chaqqanoy bo'lib ishga kirib, uje million daromadlarga chiqishgan. Mana shu qoldiraman bir nechtasini. Imенно Alhadayada shunaqa oyliklar olsanglar ham bo'ladi qizlar. Eshitinglar, bu Oriflame, Avon, Mazda, bal yig'ib, katalog yopish kerak deb o'ylamaysizlar. Har oy narsa sotib olishinglar ham shart emas. Prosta biznes hamkor bo'lib ishlasanglar ham bo'lar ekan. Zo'ra qizlar, qiziqayotgan bo'lsanglar, kanal ssilkasini qoldiraman.